Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Johnny Uz kanali va mendan yangi video. Anchadan beri video qilmay qo'ydim, sababi ayrim muammolar bor edi. Mana 4.1 chiqdi va sizlar bilan demak 4.1 da obzorni birgalikda ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak biz boshladik. To'g'ri, kimga 100 kerak bo'lsa, men 100 xizmatini yo'lga qo'ydim. Kurs boshlanadi. Kompyuter podskaskalar nimagadir chiqib qoldi. Bizga podskaskalar umuman kerak emas. Penguin City deb nomlanadi. Bittasi shooting range'da, bittasi farmma pastrog'ida. Menimcha ikkalasi ham normal bo'lsa kerak. Suvni ichida bo'lar ekan bittasi quruqlikda. Yaxshi, zo'r. Demak, 4.1da mana shunaqangi festival bo'lib o'tadi, qishki festival. U festival endi qishga to'g'ri kelganligi sababli pingvinlar, qorli, yana nima biz mana bu tomonda darvoza bor ekan. Hozir shu tomondan kirishni boshlaymiz. Demak, birinchi tushgan paytimizda o'rtada tepada oqayiqni nimasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda pingvinchalar logotiplari bor. Demak, bu yerda pingvinlarda uyi bo'lsa kerak, endi bilmadim. Ko'ramiz, kuzatamiz. Xo'sh, bu yerda yashirinishga joylar menimcha yetarli bo'lsa kerak. Yashirinishga joylar yetarli. Bemalol uylarni u tomoniga ham, bu tomoniga ham bemalol yashirinib olishlari mumkin bo'ladi. Lutlar menimcha eskilar turibdi, yo lutlarni ham